Og'riqqa qanday munosabatda bo'lish va undan qo'rqmaslik kerak? Og'riq bu tug'ruq paytida ayolning dushmani emas, balki uning do'sti va yordamchisidir. Bu galati eshitiladi. Darhol savollar tugiladi. U nima uchun kerak? Nega dono va oqilona tabiat bolalarimiz dunyoga kelishi uchun yanada oson va sodda yo'l o'ylab topmagan? Og'riq ayolni to'xtashga, ishlardan chalg'ib, o'ziga e'tibor qaratishga, aynan shu yerda va hozir bo'lishga, ya'ni ayni lahzada yashashga majbur qiladi. Bu esa oddiy hayotda biz bilan juda kamdan kam hollarda sodir bo'ladi. Bu his-tuyg'ular ayolni o'ziga qulay, tabiiy harakatlar yoki holatlarni izlash va tanlashga majbur qiladi. Shunda tolgoqlarni yengilroq boshdan kechirish mumkin bo'ladi. Agar tanamizga xalaqit bermasak va o'zimizga harakat qilishga, tolgoqlarni eng qulay holatda boshdan kechirish uchun pozitsiya izlashga ruxsat bersak, tananing o'zi qanday harakat qilish kerakligini ko'rsatadi va bola sog'-salomat tug'ilishi uchun yordam beradi. Ko'pincha tolgoqlar paytida ayollar harakat qilishni xohlashadi va bu juda yaxshi. Harakat chaqaloqning tug'ilish kanali bo'ylab harakatlanishiga yordam beradi. Bu harakatda bizni boshqaradigan yo'l ko'rsatuvchi yulduz og'riqdir. Og'riqqa javoban bizning gormonal tizimimiz og'riqni kamaytiruvchi gormonlarni ishlab chiqaradi va ular aynan shu ayol va uning bolasiga moslab juda nozik va aniq hisoblangan. Aynan shu gormonlar bolaga onasining qornidagi hayotdan tashqi dunyodagi hayotga o'tishda yordam beradi. Bachadonda organlar va tizimlar biznikidek ishlamaydi. Bolaga o'zi nafas olish, ovqatlanish yoki chiqarish kerak emas. Uning barcha sezgi organlari sust holatda ishlaydi. Immun tizimi hech qanday mikroorganizmlar bilan aloqada bo'lmaydi. Hammasi tug'ilish paytida o'zgaradi. Chaqaloq tom ma'noda o'zini boshqa dunyoda topadi. Aynan tug'ruq, gormonlar va undagi his-tuyg'ular bolaning barcha organlari va tizimlarini tashqi hayotga moslashtiruvchi otish tugmasi bo'lib xizmat qiladi. Og'riqdan qo'rqmang, u sizga bolangiz bilan uchrashishda yordam beradi. Imkon qadar bo'shashga va tanangizni tinglashga harakat qiling.